Ya, ayam yuraq qonga to'layapti. Chota uyga ammam kelyapti. Tez uylarni yig'ishtirib, tapday naqday qilib tashlang. Uylar toza bo'lmasa meni haydab yuboraman. Ne только sizda kerak bo'lsa meni ham haydab yuboradi. Zinglang. Teklan, rastlan, erkin. Ha, kelinjonni qaynonasi hamman jonni ammoli ekanda. Dadasi erkak kishisiz-ku, opangizga biror narsa deng. Ya opayz deyorma. O'zi opam ko'rgandan beri oyog'im ishlamay qoldi. Choy. Hozir nima kelaman ammajon? Davno damlab kelyapti opajon. Hozir yelkalaringizni ham masaj qilib qo'yaman opajon. O, ammajonim kecha kelmangizda ayam dadamga shunday gap qaytardi. Ha, kelin cho'ta duxingiz o'sib qoldimi? Ha, yo'q, bolam, u prank edi-yu. Voy opajon, kechiring, boshqa qaytarilmaydi opajon, kechirib qoling. Ha, kelin sirqovlamay ovqatga ham qarang, sigirlarni ham sog'ib qo'ying. Voy, xo'p bo'ladi, oyijon. Ha, kelin, sizni shohingiz bormi? Xo'p bo'ladi, opajon. Alo, nima? Voy, o'lmasam hozir boraman. Voy, opajon, yaxshi yetib oling, yaxshi boring. Voy, oyijon, ammajon, yumshoqqina ayol ekan, muncha qo'rqasiz? Voy, bilmadim, har safar shu qaynopam kelsa, qaynonam tirilib kelganday bo'laveradi. Voy, nima shoshib ketdi o'zi? Ha, ammamning qaynopasi kelyapti ekan, uylarni tozalagan ketdi. Amma keldi, hamma keldi degan shu bo'lsa kerak-da. Xo'sh, ammam kelyapti.